Aslida bitta og'iz bir og'iz gapni ham 100 og'iz qilib qaytarasiz, o'zingizcha xafa bo'lasizlar. Telefonda kitoblaringizni o'qimaysizlar, darsingizni qilmaysizlar. Ko'pchiligingiz bor-da shunaqa. Darsni ham qilgandan keyin ham ota-onani ham hurmatini joyiga qo'yish kerak. Postoyanno sizlar uchun, ana shu sizlar uchun hamma narsa. Telefon ham olib beradi, kerak bo'lsa o'zida yoshligida verigi bo'lmagan verig ham olib beradi ko'pchiligingda. Masalan, tushunyapsanmi? Shunaqalar bor-da. Sizlarchaligingizda telefoni bo'lmagan, sizlarchaligingizda yana aytayapman, ko'p pul ishlar qila olmagan ota-onalar, lekin bacham bo'lsin deb harakat qiladi. Sizlar shunga yarasha dasturli farzand bo'lishingiz kerak. Hozirgi 21-asr ballari uchun sal boshqacha bo'lganda, tushunyapsizlarmi? Shuning uchun nima demoqchimansizlar? Har doim kallani joyiga qo'yib, nima masalan, ayimmi, dadammi nima ish qilayotgan bo'lsalar, birdan oldilariga ketib yordam berish kerak. Yo biror nima ish buyurganmi, mana bu supurib qo'y, mana bu narsani bu tomondan bu tomonga olib qo'y deb aytsa ham, misol uchun, любойda uyda hamma ish bo'lishi mumkin. Aytsa agar o'sha narsani vaqtida qilish kerak. Aytda qilaman, hozir qilaman, keyin qilaman, yo'q, unaqa narsa. Yaxshi farzand aytgandan birdan qilish kerak. Itday qoldirmaslik kerak. Chunki ana o'shanda sen yaxshi farzand bo'lasan. Ana o'shanda dadang aytganini qilib yaxshi bacha bo'lasan, o'shanda dadang sen aytganingni qilib, seni yaxshi ko'rib, sen ota-onalar sizlar 100% o'zi farzandi, sizlar 100% yaxshi ko'radi. Lekin sizlar yaxshi ko'rishingizni ko'rsata bilishingiz kerak. Qanday yaxshi ko'raman bo'lmas, ishing bilan, harakating bilan, o'qishing bilan, tushunsanmi? Sporting bilan, ana shu jarayon bilan qilinglar. Tushunsanmi? Sizlarga qaranglar. Ustingizga keyin bosh olmaysan ota-ona. To'g'rimi? Birovdan kam bo'lmasin deysan. Oyog'iga krossovka, seriozdan olib berasa, olib bering deysan. Verig olib bering deysanlar. Samokat olib bering deysanlar. Telefon orqali nimalarni olib bering deysanlar. Ha u olib beradi, olib bermaydi emas. Sizlar shunday yarasha aytganini qilib, dadajon sizni yaxshi ko'raman, ayajon sizni yaxshi ko'raman degan gap bo'ladimi? Bo'lmadi. Tushunasizlarmi? Sizlar dokazat. Sizlar bitta narsa biror nima bo'lsa-ga, xafa bo'lishni bilasizlar faqat. Yarmingdan ko'pay shunaqa. Bizlar ham shunaqa bo'lganmiz. Tushunasizlarmi? Xafa bo'lish kerak emas shuning uchun. Sizlar uchun yaxshi bo'linglar deb harakat qilyapman. Tushunasizlarmi? Faqat sizlardan nima deytsaqlar, kelajakda shu farzandlarim mana Abduqodirdek, mana shaxmatist bo'lsin demaydi, Javohir Sindorovdek, mana shunaqa zo'r sportsmen, shunaqa oliy ma'lumotli, shunaqa zo'r yetuk odam bo'lsin deb harakat qiladi har bitta ota-ona. Sizlar yomon yo'lga kirishni xohlamaydi hech kim. Sizlar nima qilasizlar? Quloq solmisizlar bir xil va bor-da ichlaringda, hammasi emas, bor. Har bitta gapi o'ziga kerakli bo'lgan odam bo'ladi, joy-joyiga jim o'ziga saboq olib turish kerak, tushunasizlar? Ashaqa narsa. Shuning uchun ota-onani postoyanno hurmat qilish, ne только ota-ona, maktabdagi jo'ralari, o'zingdan sizlarga kuching ko'rsatdi. Unaqa jarayon bo'lmasin bo'ladi. Tushunarlimi? Kelishdikmi? Hozirgi jarayonda nima qilamiz? Перчатkaga kiramiz, mishokda stroyda turamiz, mishokdan o'zining samostoятельно ishlaymiz. Tushunarlimi? Stali работа.